ham uchastka, ham biznesi bo'lsin deganlar diqqatiga. Mana shu variantimizni bitta ko'ringlar. Lokatsiya juda ham zo'r. Ben Hoji akaga e'tibor berasizmi deyman, bosib o'rmasa bo'lmaydi menimcha. Lokatsiya juda ham zo'r, Yashnobod tumani, Qo'yli katta bozorimiz mostidan shundoq tushib kelganimizda, pochtadan 102 metr o'tganimizda joylashgan bo'ldi. Yonginasida korzinkamiz, ro'parasida Iqbol katta restoranimiz joylashgan, yo'lni yuzasida joylashgan, tayyor 3 sotixdan kattaroq maydonda tayyor patkolchi o'zimiz biznesiga ega bo'lgan uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Old taraflama ko'radigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. O'zining yashil maydonlariga ega. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir ichkaridan tushuntirib beramiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Asosiy uyimizga kirish darvozamiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli tarzda remontlarni qilib qo'yishgan ekan. Tayyor biznesi deganimda o'rtoqlar sizlarga bog'cha sifatida nazarda tutdim. Uy egalari bog'cha sifatida ham foydalanishyapti. Ko'rishingiz mumkin. 3 sotixdan oshiq maydonga joylashgan asosiy binomiz bo'ladi. Va bu yerda orqa hovlimizni ko'rishimiz mumkin. Kattagan razmerda orqa hovlimiz joylashgan. Va bu yerda katyolniy xonamiz joylashgan bo'ladi. Va bu yerda bitta o'xshash sanuzolimizni ko'rishimiz mumkin. Alohida xo'p, sizlarga tepa tarafni tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yerda bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin katta koridor va ikkita ketma-ket xonamiz joylashgan va bitta o'xshay bolalar uchun sanuzoli bilan birga bo'lgan holda. Xo'p, asosiy binoga kirganmiz shunaqa hol bilan boshlanadi. Keyin kattagan razmerda o'sha kameralarga chiqib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. Xo'p, o'ng qo'limizda xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Birinchi xonamiz alohida yotoqxonamiz joylashgan bo'ladi. Kattagan razmerda, ikkinchi xonamiz esa kuxnyamiz va uning yonginasida o'xshash sanuzolimiz va bu yerda yana bitta xonamizda ko'rishimiz mumkin. Ovqatlanish joylariga ega bo'lgan holda ko'chaga qaragan oynalari bor. Asosiy yashash binomizga kirganimizda shunaqa bu ham alohida hol bilan boshlanadi. Xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Bu yerda bir xonamizni ko'rishimiz mumkin. Ikkita yonma-yon kattagan razmerda xonalarimiz joylashgan. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Juda ham chiroyli remontda qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda ham yana bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda yana bitta katta zal mehmonxonamizda ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, narxini taxmin qilib turinglar. Agar sizlar o'ylagan narxdan ozaytiradigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yuqori yurgan do'stlarga shunday yuborib qo'yasizlar. Biz bu xonadonimizni 3 soatdan oshiqroq kattaroq xonadonimiz sizlarga tayyor biznesi bilan narxini $155,000 deb baholadik. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Tezda telefon qilib baraka qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun.